Hikoya qiladilarki, bir odam cho'lda kezib yurarkan bir badbasharani ko'rdi va undan "Sen kimsan?" deb so'raydi. Badbashara "Men sening yomon amallaringman" deydi. U odam "Senday badbasharadan qutulishimning iloji bormi?" deb so'raganda, "Bor. Buning uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning go'zal axloqiga ega bo'lishing va unga salom yo'llashing kerak", deya javob berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyuradilar: "Mening axloqimga moslashmoq bu qiyomat kuni Sirot ko'prigida bir nurdir. Kim mening axloqimga ergashsa va juma kuni menga 80 marta salatu salom yo'llasa, Alloh 80 yillik gunohini af etadi." Hikoya qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning axloqi bilan axloqlanmagan bir odam bir kuni tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'radi. Lekin Alloh rasuli unga hech e'tibor bermaydi. Odam deydi: "Ey Allohning rasuli, mendan xafamisiz?" Payg'ambarimiz: "Yo'q." Odam: "U holda nega menga qaramayapsiz?" Payg'ambarimiz dediki: "Chunki seni tanimayman." Odam: "Nega tanimaysiz? Men sizning bir ummatingizman. Holbuki olimlarning aytishicha, siz har bir ummatingizni ona o'z farzandini tanigandan ham yaxshiroq tanar ekansiz." Payg'ambarimiz: "To'g'ri aytishgan, lekin men senda mening go'zal axloqimdan biror alomat ko'rmayapman va sening menga hech salatu saloming kelmadi. Mening ummatimdan birini tanishim axloqimning unda qay darajada borligiga ham bog'liq." Odam uyg'onganda bularni o'yladi va shu ondanoq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal fe'l-atvorini o'z hayotiga tatbiq etishga kirishdi. Bir muddat o'tgach, takroran Alloh rasulini tushida ko'rdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam darhol "Endi seni tanidim, sen uchun shafaat qilaman" deb buyurdilar. Chunki endi u payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sevar, uning go'zal axloqiga moslashgan edi. Robbimiz ham buyuradi: "Ayt, agar Allohni sevsangiz bas menga ergashing. Alloh sizni sevadir va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladir. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir." Ali Imron surasi 31-oyat. Payg'ambarimiz alayhissalom Kab va Ashraf va uning odamlarini dinga da'vat etar edilar. Ular esa "Biz Allohni juda qattiq sevamiz" deyishardi. Ana shu hodisa yuqorida mazmuni keltirilgan oyatning nozil bo'lishiga, payg'ambarga ergashmoq Alloh unga o'rgatgan va u esa insoniyatga taqdim etgan ilohiy axloq asoslariga rioya qilmoq demakdir. Mo'minlarning Allohni sevishi, uning amriga itoat etishlari va faqatgina uning rizosini o'ylab ish ko'rishlari demakdir. Allohning mo'minlarni sevishi esa ularni afv etishi, mukofotlashi, rahmati va tavfiqi bilan ularga ikrom ko'rsatishi demakdir. Kim 4 narsani da'vo qilsa-yu 4 narsaga amal qilmasa, u yolg'onchidir. Jannatni sevaman desa-yu Allohga itoat etmasa, Hazrati payg'ambarni sevaman desa-yu uning go'zal axloqiga ergashmasa, ezilganlarni va faqru benavolarni sevmasa, jahannamdan qo'rqaman desa-yu gunoh qilishdan chekinmasa, Allohni sevaman desa-yu musibatlarga duchor bo'lganda ingrab zorlanishdan tiyilmasa. Zotan Robiya-i Adviya shunday deydi: "Sevaman deysanu etasan isyon, bu holing ajoyib, bo'laman hayron. Itoat qilginda sevsan gar albat, sevgan suyganiga yetar itoat." Shundan ham sevganining alomati
suyganiga moslashmoq va sevgilisi yoqtirmagan xatti-harakatlardan tiyilmoqdir. Bir kuni ulug'larimizdan biri Shiblining huzuriga bir jamoat keldi. Shibli, "Sizlar kimsizlar?" deb so'raydi. Ular, "Sizning do'stlaringiz bo'lamiz" deb javob berishadi. O'girilib ularga tosh otdi. Qochayotganlarda shu gaplarni aytdi. "Nega qochyapsiz? Agar sizlar haqiqiy do'stlarim bo'lsaydingiz, mendan kelgan balodan qochmasdingiz." So'ngra deydi, "Muhabbat ahli sevgi kosasidan ichadi. Yer yuzi va shaharlar ularga torlik qiladi. Allohni chinakamiga taniydilar, uning buyukligidan qo'rqadilar, qudratidan hayratlanadilar. Alloh sevgisi kosasidan ichadilar. Uning do'sti dengizda cho'kadilar va yana unga muhtoj qilish bilan lazzatlarga g'arq bo'ladilar." Undan so'ng Shibli shu baytni o'qidi. "Ishqing meni sarxushlik ummoniga otdi. Ko'rganmisan sevib sarxush bo'lmagan zotni?" Hazrati Ali derki, jannatga ishtiyoqi bo'lgan odam yaxshilik qilishga shoshiladi. Jahannamdan qo'rqqan odam nafsini yomon xatti-harakatlardan qaytaradi. O'limni haq bilgan odam dunyo zavqlarini tuban ko'radi. Ibrohim Havvosdan so'radilar, "Sevgi muhabbat nima?" U kishi javob berdi, "Xudbin istaklarni yo'q qilmoq, manmanlikni yoqmoq va ishoratlar dengizida nafsni bo'g'moqdir." Sevgi bu inson tabiatining zavqlantiruvchi huzur baxsh lazzatga mayl etishidir. Sevgining oliy darajasi ishq deyiladi. Oshiqlar o'z ma'shuqalarining visoliga yetishmoq uchun hech nimalardan, hattoki jonlarni ham ayamaydilar. Hazrati Yusufni sevib tillarda doston bo'lgan Zulayho buning yorqin misolidir. Chindan ham Zulayho ishq yo'lida molni, mulkini, hatto go'zalligini ham yo'qotadi. U 70 tuyaga yuk bo'ladigan inju javohirlarga sohiba edi. Bebaho zebigardonlarni Hazrati Yusufga bo'lgan ishq yo'lida sarf etdi. Kimda kim "Men bugun Yusufni ko'rdim" desa, unga qimmatli marjonlardan birini berardi. Shu tariqa sovg'a eta hech bir narsasi qolmaydi. Har narsani Yusuf deb chaqirardi. Unga bo'lgan cheksiz ishqi tufayli Yusuf kalimasidan boshqa hamma so'zlarni unutgandi. Bosh ko'tarib ko'kka qarasa, yulduzlar marjonday tizilib, Yusuf ismini yozganday bo'lib ko'rinardi. Yana rivoyat qiladilarki, Zulayho iymonga kelib, Hazrati Yusufga tekganidan keyin o'zini ul zotdan chetlata va toat ibodatga berilib, uzlatga chekina boshlabdi. Endi bu ishqning haqiqiy sohibi Allohga qaratilgan edi. Ahvol shunday ediki, Hazrati Yusuf uni tunda yotoqqa da'vat etsa, u visol onini kunduzga surar, kunduz da'vat etsa, fursatni tunga surar va shunday derdi: "Ey Yusuf, men seni Allohni tanimasdan oldin sevgandim. Lekin uni tanigandan keyin aslida unga oid bo'lgan sevgidan boshqasiga o'rin qolmadi. Allohga bo'lgan sevgimga boshqani sherik qilmayman." Yana Laylo ila Majnun hikoyasi ham mashhurdir. Majnundan so'rabdilar, "Isming nima?" "Laylo." "Laylo o'lmadimi?" "Yo'q, Laylo mening qalbimda o'lmadi. Men Layloman." Majnun bir kuni Laylosining uyi oldiga keladi va osmonga qarab javdiraydi. Unga deydilarki, "Hoy Majnun, osmonga qarama, Layloning derazasiga qara, balki uni ko'rarsan." Majnun javob berdi, "Ko'lkasi Layloning uyiga tushgan yulduz menga kifoya. Mansur Hallojni 18 kun hibs etadilar." Bir kun Imom Shibli uning yoniga kelib so'raydi, "Ey Mansur, sevgi muhabbat nima? Bugun so'rama."
ertaga so'ra. Ertasi kun bo'ldi. Hallojni qatl etgani zindondan chiqarib maydonga keltirdilar. Mansur ayni shu onda yetib kelgan Shibliga shunday sado berdi: "Ey Shibli, sevgi muhabbatning boshi yonmoq, oyog'i qatl bo'lmoqdir." Mansurdan so'rashdilar-ki, "Sen kimsan?" Javob bermish: "Men haqman." Ana shu so'zi uchun qatl etilgandi. Masalaning izohi esa mana bunday. Mansur shunday martabaga yuksaldiki, uning nazarida Allohdan boshqa har qanday mavjudot foniy, yo'q bo'lishga mahkum va botil edi. Haqiqiy borliq yolg'iz Alloh haq edi. Mana shu darajadagi yuksak bir martabaga chiqa olgan Halloj yolg'iz Allohning bir ismi bo'lgan haq, mavjud kalimasini bilar va o'z ismini ham xotirlamas edi. Shuning uchun o'ziga aytilgan "Sen kimsan?" so'rog'iga "Anal haq", ya'ni "Men haqman" javobini bergandi. Aytadilarki, haqiqiy sevgi muhabbat 3 narsada bilinadi. Sevgan suyganining so'zini boshqalarning so'zidan ustun qo'yadi. Sevgan suyganning suhbatini boshqalarning suhbatidan ustun qo'yadi. Sevgan suyganini mamnun etishni boshqalarni mamnun etishdan ustun qo'yadi. Bir olimdan so'radilar: "Oshiq deb kimga aytiladi va uning holi qanday bo'ladi?" Olim javob berdi: "Insonlar bilan oz aloqada bo'ladi. Ko'proq Robbi bilan yuzma-yuz qoladi. Ko'rinishi sassiz sadosiz, lekin uzluksiz tafakkur holida bo'ladi. Qaraganda ko'rmaydi, chaqirganda eshitmaydi. Suhbat chog'i hech narsani anglamaydi. Boshiga bir falokat tushsa, ezilmaydi. Och qolsa ochligini his etmaydi. Ko'rinishi pajmurdadir. Allohdan boshqasidan qo'rqmaydi. Uzlatda Allohga muhtoj etadi. Dunyoki dunyolik yuzasidan ahli dunyo bilan olishmaydi." Bir kuni Hazrati Iso bog' sug'orayotgan bir navqironga duch keladi. Yigit Hazrati Isoga "Robbimdan menga bir zarra sevgi so'rab ber" deb arz qiladi. Hazrati Iso "Allohdan bir zarra sevgi so'rab bersam, sen unga bardosh bera olmaysan" deganida yigit u holda zarraning yarmini bersin deb yalinadi. Hazrati Iso "Yo Robbim, bu navqiron yigitga zarraning yarmicha sevgingdan ato et" deydi va o'tib ketadi. Bir muddatdan keyin yana aynan shu yerga kelganda u navqiron yigitni surishtiradi. Odamlar "U aqldan ozib qoldi va toqqa chiqib ketdi" deyishadi. Hazrati Iso o'sha yoshni o'ziga ko'rsatishni so'rab Allohga duo o'qiydi va uni tog'da bir qoyaning ustida samoga termulgancha o'tirgan holda topadi. Salom berdi, lekin yigit salomga alik olmaydi. Shunda "Men Isoman" deya sado beradi Iso alayhissalom. Vali Alloh vahiy yo'li bilan Hazrati Isoga buyuradiki: "Ey Iso, qalbida zarraning yarmicha mening sevgim bo'lgan kimsa insonlarning so'zini qanday eshitsin? Izzatim va jalolim haqqa aytaman, agar bu yigitni arra bilan aralasang ham sezmaydi. Kim 3 narsani da'vo qilsa-yu 3 narsadan o'zini poklamasa, u aldagan bo'ladi. Allohning o'rtaga qo'ygan axloq asoslariga rioya qilish zavqli ekanidan lofz ursa-yu, lekin dunyo sevgisidan voz kechmasa, amallarni yolg'iz Alloh uchun qilishni sevishini aytsa-yu, lekin insonlarning unga ta'zim qilishidan mamnun bo'lsa, Allohni sevaman desa-yu, lekin nafsini tarbiya qilmasa, u kimsa aldagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyuradilar: "Ummatimga shunday bir zamon keladiki, 5 narsani sevadilar, 5 narsani unutadilar. Dunyoni sevadilar, oxiratni unutadilar. Mol-mulkni sevadilar, oxiratda hisob berajaklikni unutadilar. Xalqni sevadilar, haqni, Allohni unutadilar.
gunoh qilishga beriladilar, yomon fe'llarni yaxshi fe'lga aylantirishni va tavba qilishni unutadilar. Saroylarda, ko'shkalarda yashashni sevadilar, qabrni unutadilar. Mansur ibn Ammor bir yoshga o'git berib shunday deydi: Ey azamat, yoshliging seni aldab qo'ymasin. Qancha yoshlar borki tavbani orqaga suradilar, yomon fe'llarini yaxshi fe'llarga aylantirmaydilar, hoyu havasga beriladilar, o'limni unutadilar. Erta indin tavba qilarman, yomon fe'llarimdan voz kecharman deydilar, lekin shu tariqa g'aflat ichida o'ralashib yurarkan, kutilmaganda o'lim farishtasi keladi va u o'zini lahatda ko'radi. Ortiq u yerda unga na mol, na bola chaqa, na xizmatchi va na ota-ona foyda beradi. Shuning uchun ham Alloh aytadi: u kunda na mol va na o'g'illar manfaat bermas. Kim Alloh huzuriga salomat qalb bilan kelsa, mustasno. Shu'ara surasi 88-89 oyatlar. Allohim bizga o'lmasdan oldin tavba qilish va yomon fe'llarimizni tark etishni nasib ayla. Bizni g'aflatdan uyg'ot. Rasullarning eng xayrlisi payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shafoatiga noil ayla. Mo'minning mo'minligini ko'rsatuvchi sifat shuki, har on, har soat va har kun yomon fe'llardan poklanishga tirishadi. Kechmishida sodir etgan gunohlari tufayli nadomat his etadi. Mol dunyo topgan hayollariga ko'milib yotmaydi. Foydasiz va besamar narsalar bilan mashg'ul bo'lmaydi. Allohga oid vazifalarni ixlos bilan ado etadi va ko'z qilishdan saqlanadi. Rivoyatga ko'ra, Hazrati Muso zamonidagi Fir'avnning xotini Osiyo iymonini ehtiyot qilardi. Fir'avn ahvoldan xabardor bo'lganida xotiniga kishan urilishini buyuradi. Xotiniga har turli azoblar beradilar. Fir'avn xotiniga diningdan qayt deydi, lekin u qaytmaydi. Bu safar tayoq keltirib xotinini savalaydilar. Fir'avn diningdan qayt deydi. Osiya shu javobni beradi: sen mening nafsimga hukmingni o'tkaza olarsan, qalbim esa Allohning himoyasidadir. Meni so'ysang, bu Allohga bo'lgan sevgimni orttirishdan boshqa bir narsaga yaramaydi. Shu asnoda u yerda Hazrati Muso o'tib ketayotgan edi. Osiya deydiki: ey Muso, Robbim mendan rozimi, rozi emasmi? Xabar ber. Hazrati Muso shu javobni beradi: ey Osiya, ko'klarda farishtalar seni ishtiyoq bilan kutayotirlar. Alloh ham sen bilan faxrlanadi. Ne tilasang tila, qabul etilajakdir. Alloh iymon keltirganlarga Fir'avnning xotinini misol qilib keltiradi. O'shanda u: Robbim menga o'z huzuringda jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avndan va uning ishidan najot bergin va menga zolim qavmidan najot bergin, dedi. Tahrim surasi 51-oyat. Osiyaning bunday duo qilishi bizga mashaqqat va musibat onlarida Allohga sig'inish va azobdan qutulishni undangina istash kerakligini ko'rsatadi.